Senator Gadoyev Toshkentdagi probkalarda viloyatliklarni aybladi. Senatning Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi raisi Erkin Gadoyev O'zbekiston Oliy Majlisi Senatiga poytaxt yo'llarida yuzaga kelayotgan tirbandliklar yuzasidan senator so'rov yubordi. Unda Toshkent shahri yo'llarida yuzaga kelayotgan tirbandliklar aholining kundalik hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganiga alohida e'tibor qaratilgan. Senat saytida qayd etilishicha, so'rovda ayniqsa o'quv yili boshlanishi bilan Toshkent shahrida harakat keskin kuchayib, ayrim vaqtlarda tirbandlik darajasi eng yuqori 10 ballgacha bo'layotgani, bu esa ishga, o'qishga hamda turli maqsadlarda poytaxtga yo'l olgan minglab fuqarolarning vaqti zoye ketishiga olib kelayotgani ta'kidlandi. Ma'lumotga ko'ra, har kuni millionga yaqin kishi poytaxtga tashrif buyuradi. Ularning 275 ming nafari Toshkent viloyatidan kelmoqda. Viloyatning tutash hududlaridan minglab avtomobillarning ertalab poytaxtga kirib, kechqurun ortga qaytishi esa tirbandliklarni yanada kuchaytirmoqda, deya qayd etiladi so'rovda. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.